Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston viloyatlarida yana kuchli zilzila sodir bo'ldi. Afsuski, dahshatli zilzilaning ortidan 346 kishi halok bo'ldi. Barcha O'zbekiston fuqarolarini Alloh asrasin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Qirg'izistonda sodir bo'lgan zilzila kuchi bugun O'zbekistonga ham yetib keldi. Bugun 29-may kuni Qirg'izistonda 4.8 magnitudali zilzila sodir bo'ldi. Yer silkinishi O'zbekistonning chegara hududlariga, ya'ni Xonobod tumanida 2 ball 114 km, Qo'rg'ontepa tumanida 2 ball 124 km, Paxtabod tumanida 2 ball 130 km, Jalaquduq tumanida 2 ball 140 km, zilzila epitsentri Toshkentdan 387 km shimoliy sharqda. Zilzilaning sodir bo'lgan vaqti 29-may soat 13:15 da, magnitudasi 4.8 ball bo'lgan. Diqqat, fojia. O'zbekistonda 2026-yilning 3 oyida O'zbekiston hududida 1102 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ularda 346 kishi vafot etgan. Tahlillarga ko'ra, yo'l transport hodisalarining 32.9% belgilanmagan tezlikka rioya etmaslik, 22.4% svetofor talablariga amal qilmaslik, 13.6% haydovchilar tomonidan piyodalarga yo'l bermaslik oqibatida sodir bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2025-yili O'zbekistonda 9226 ta yo'l transport oqibatida 2188 kishi halok bo'lgan edi. 8901 kishi esa jarohat olgan edi.